oyligim tushdi dadam bilan sizni eng qimmat restoranga olib bormoqchi edim o'zi. Ayting shunda dadam aka. Shuni men aytmay. Ha, irisku. Hasil. Ha, nima bo'ldi? Kaltak yemay og'riq his qilganmisan? Urdilarmi? Yo'q, dadangni har bir so'zi kaltak deb o'tadi-ey. Undan ko'ra urgani yaxshi-da. Undan ko'ra mana chala qolgan uchastkangni bitirdi yotibdi. Hay, qamsiz. Ona oylikchi tayyor dadamlarga aytib, ikkovlarga borib moshincha olib beraman o'zi. Yana men aytamanmi? Nima qilar, go'shingiz yeylarmi? Go'sht yemaydi-yu, quloqni yeydi. Bo. Mavilla. Uni puliga sunnat to'y qil nevarangga dedi. Qulog'ingizda paxta qayerdan bilasiz sunnat to'y deganlarini? Bunday qilib tilingni kesaman demagandir. Ona, Oldin aytib qo'y, otangga hech nima deb gapirmayman. Qilsang o'zimga qil. zominga to'qqa aylantirish qilib chiqmoqchi edim-da. Ersiz bo'lsa qo'ymas ekan. Yo'q, qo'yadi. Ha, yur unda ikkalamiz. Davay. Ana uni Zafarov Premium oilaviy dam olish maskani. Aynan ey bolam, maqtaganingcha bor ekan, arziydi. Ha, Havoni qara, havoni. Ancha shinam. men raqs oqlaman deyman. Ona tabiatni qarang, havosini qarang, tozaligini. Ey, kallangni ishlat bolam. Zomin bo'ladi, toza bo'lmaydimi? Ona dadam plastiklardan 3 million ishlatdik-ku, o'shani o'zingiz ayting hozir. Pashshol idikka cho'rtdi. Telefonga demading xo'p, o'ynay desam bahonalaring sani juda ko'p. Dada, menga maktabimga pul bering. Tamam, qizim. Mana 200 ming. Rahmat. Agar yetmasa, qolgan plastikni tashab beraman, hamma. Dada, menga ham insga pul bering. Mana 5 ming. Nima? Maktabga boray 200 ming, men insga boraman 5 ming, ha? Og'zingni yop, qaytishingga 4 ta non ham olib qaytasan pulga. Siz hozir dadamni ko'proq yaxshi ko'rishini ko'ra olmayapsizmi? Don, ziki. Ey, nima bo'ldi? Kim kirgan o'shani? Kim do'konga chiqib kelsin, don ziki qilib aniqlayapmiz. U aniq kim borish? Mana behruz do'kon chiqib keladi. Bo'ldi, men do'konga chiqib kelaman, sen qaytib kelganingda kirlarni yuvib berasan. Zonti qayerda? Zontik nima qilasan? Ko'cha yomg'iri yotibdi, ho'l bo'lib ketaman. Kira shu ko'ylagingdan chiqasan, ho'l bo'ladi, qaytib kelasan, bitta siqib, bitta qoqib ildirib qo'yasan, tamom. Ko'yling ham top-toza. Rahmat dada. Tog'a, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Tog'a, namuncha qizingizni erkalatasiz, bu narsaga tushunmayman. O'g'lingizni bu asrab olganmisiz? Bunga e'tibor ham qilmaysiz. Yo'q, qarada qizim mana 1 soat ichiga 9 marta telefon qildi. Ana o'g'limni ko'rdi, qachon oxirgi marta telefon qildi? 1 haftadan beri shu yerda davolanyapman. Tog'a, o'zi Hakim Sinoda nima qilyapsiz? Qaysi kuni jigarni mazasi bo'lmay qoldi. Keyin Toshkentdagi eng yaxshi joy qayer degandim, shu yerda tavsiya qilishdi. Keldim Hakim Sinoga. Ana apparatlari ko'p, ana o'chirib kutib o'tmaymiz. Zo'r hammasi. Yotib davolanib mana shu yerga chiqib ketamiz-da. Respublikada nomer 1 birinchi o'rinda turadi. Hakim Sino gepatologiya markazi. Ana o'g'il telefon qildi. Ana telefon qilar ekan, faqat nolardingiz o'g'lingizdan. Alo. Alo, dada, kartamga 500 ming tashlab yuboring. Ko'rding? Ko'rding? Bir tipil yo'q senga. Mattina mi sono alzato, oh vela ciao, ciao. Xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima buyurasizlar? Qarang, pul beton. Eng zo'r ovqatingizdan 2 ta olib kelasiz. Eng zo'r ovqatdan 2 ta. 2 ta eng zo'r sharbatingizni olib keling bo'lmasa. 2 ta sharbat eng zo'ridan. Va eng zo'r shirinlik. Aytdim-ku, ama 2 tadan zakaz qildim hamma narsani. Siz 3 tadan yozibsiz. Adashibsiz. Ma'ni emas, siz adashdingiz aka. Ana kabinada o'zingizning xotiningiz ham o'tiribdi. Shular nima yesa menga ham bittadan olib kelasiz dedi. Nima qilay? Maosh. Hozir to'lab keladi. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Olsun, qarang biz dadasi bilan Zomin tog'larda shunaqa mazza qilib aylanib yuribmiz. Siz ham kela olmadingiz deb mazza qilib aylanib ketgan bo'lardingiz. Odam emassan. Qarab turing, hali buni shunaqa ichini yondiraman, ko'rasiz. Assalomu alaykum. Standart xonalaringizdan qilib bering aka. Assalomu alaykum. Xo'p bo'ladi. Voy, olsun, bizga o'xshab lyuks xona olmaysizlarmi? Mayli, standartda ham yashasa bo'ladi. Lyuks xona olamiz. Bu yangang borku, umrimda yedi. Bekor shu Telegram ochib beribmiz-da. Bekor telefon olib berganmiz o'zi. Dadasi bu yoqni yana ham zo'r tomoni, shu yerning o'zida Zafarov restorani ham bor ekan. Yur, qani boraylikchi. Turing.
Zafarani pastda restorani ham bor ekan, o'zini ovqatlanishib ketyapti. Voy, o'lsin, uxlab qolibsizlar-da. Oxirgi zavtrakka biz ulgurdik. Mayli, obedgacha sabr qilarsizlar. Nima buncha iching kir, nima bir-birlaringizni ko'ra olmaysizlar? Bir-birovlaringizni yondirgandan shu maza qilasizlarmi? O'tirsan shira. Havoni qarang, havoni. O'lsinim qanini? Ya boshda o'rtada xonaya tashab keldim men. To'g'ri qilsan. Voy, o'lsin, xonada qoldingizmi? Shundan manzarani ko'ra olmay qolibsiz-da. Mayli, sizga videolar tashab turaman. Voy, manzarani qarang, go'zalligini. Toza havoni yutmaysizmi, o'lsin? Voy, вообще. Uka, rostdan ham zo'r joylar ekanda qaray. Конечно, Zominda Zafarondan zo'ri yo'q. Xonalari komfort, tabiati go'zal, havosi toza, pasta restorani bu. Yana nima kerak? Sizlar уже 2 kundan keyin ketasizlar. Biz yana bir hafta mazza qilib dam olamiz. Xotin zoti o'yin barar qilib qaytarmasa alamidan chiqmas ekanda.